Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz hurmatli obunachilar. Bugungi ko'chmas mulkimiz Xudo xolasa 4-dakadamiz yurtdoshlar. 4-dakada 5 qavatli bino, 5-qavatda 4 xonali kvartira remont talab yurtdoshlar. Remont talab joy yo'qmi desanglar, remont talab joy sizlar olib turib o'zingiz bemalol o'taverasiz. Giravaj qismimiz prixo'rchamiz, yana yurtdoshlarimiz deyin. Prixo'rchamiz ham yaxshi, ajoyib katta. Kirganda eshiklarimiz tayyor, damir eshiklardan. Qolgan yerni remont qilish kerak. Bu yerimizda bir xona bo'lgan, bir xonasini prigorodkasini ko'parib, pol qilib qo'ydilar, o'tiroqdan qilib yurtdoshlar. Bu yonimizda bir xona, bu yonimizda bir xonasi, ikki xona bo'ldi. Bu yonimizda sanuzelimiz yurtdoshlar. Yurtdoshimizda remont talab, lekin remont talab joydim, ko'p so'radingizlar. Tak, bu yonimizda mehmonxonamiz, aziz do'stlar. Yurtdoshimizning 5-qavatda joyimiz narxi ajoyib. Ekranda yozilgandan ham skidga qilib beramiz. Yana bir yanimizda bir xona. Bu bilan endi 4 xona bo'ldi aziz do'stlar. Yurtdoshimizning 4 xonali 5-qavatda. Yo'lning bo'yidan 2-domda, yo'l yaqinida joylashgan. Bu yanimiz hojatxonamiz. Hojatxona bilan sanuzelimiz alohida. Birimiz ayollarimiz uchun oshxona и закрытый balkoni bor 6 metrlik. Aziz do'stlar. Yurtdoshimizning yine. Kanalimiz hurmatli obunachilar, yine 4 xona joyini so'rab berganlar, bez remontlab, joyimiz narxi ekranda yoziladi. Bemalol telefon qilinglar. Срочный sotuvda joyimiz. Lokatsiyamiz gap bo'lishi mumkin emas. Lokatsiyamiz